Eshref va Ruya. Nima bo'ldi? Eshraf kelyapti. Nima? Ana mashinasi. Nima? Mehmonxonadan chiqqanimdan beri ortimdan kuzatib yuribdi. Demak, u kuzatib yuribdi seni. Endi aytasanmi shuni? O'rtada tentakday turibman. Izimni yo'qotdi deb o'ylagandim. Ko'rinmay qolgandi. Endi nima qilaman? Uyga ham bora olmayman. Bolalarning oldiga ham bora olmayman. Manzillarni bilib olgan. Bo'lmasa bunday qilamiz. Bu kecha men bilan ketasan. Keyin nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Qani ko'rsatchi. Ber. Qo'ysang-chi, hech bo'lmasa bir marta telefon qilmading. Sendan arazlagandim. Nimaga? Nega deb so'raydi bu? Bir yigit uchun joniga qasd qiladigan odam ayol bo'ladimi? Ayol bo'ladimi? Gapirtirma meni. Gurdalbey, Ah, biz sevganimizni shunday bildiramiz. Alloh Alloh, men ham sevaman, juda ham sevaman. Qo'y endi yolg'on gapirmasang-chi. O'zing bilasan yana nima deb aytishimni, meni gapirtirma. Gonja, uyat bo'ladi. Seni sevaman dedim, ishonmayapsanmi? Bir gram ham ishonmayman seni sevgingga. Shunaqami? Shunaqa. Mana aka. Rahmat. Marhamat xonim, Bu nima? sen uchun. Och. Mengami? Rostdanmi? Rost. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Tiling aylanmay qoldimi? Nima bo'ldi? Ha? Nafas ol, tinchlan. Gurdal. Ha. Deryaga deb yozilgan. Nima? Deryaga deyilgan Gurdal. Gurdal. Xato yozibdi. Aqldan ozganlar adashgan ko'rinadi, katta ehtimol bilan. To'g'risi, Adashibdimi? o'sha bolani ko'rgandim. Ahmoqmi bir balo. Ahvoli yaxshi emas edi. Shu sababli xato Mana yozgan. soat meniki. Faqat Xato yozilgan. Soat yozilgan. meniki. Rost gapiryapman, ishon. Xato yozilgan-a? Tinchlan. Gonja, bunday tentaklik Menga qilma. qara. Yana takrorlayman. Va yana takrorlayman. Alloh seni Jimtor. jazoingni bersin. Unday dema, gunohga Qoch. botma, adashibdi deyapman. Alloh jazoingni bermasin. Endi tinch qo'y. Tegma menga. Bir daqiqa tinchlansan-chi. Xato yozgan ekan. Ortimdan kelma meni. Gonja, to'xta. Ey Gonja, Alloh seni marhamat qiling. Keyin aytaman. Alloh jazoingni bersin. Boshqa qutini olib kelibsan. Alloh. Nima bo'lyapti? Avvalgi qizga olgan sovg'amni bu qizga olib kelibdi. Hayvon, bular e'tiborliroq bo'lmaydimi? Ichida yozuv bor edi-ku. Tfu, Alloh jazoingni bersin. Nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Farruh bilan ketyapmiz. Eshref seni kutyapti. Shoshil, bekor vaqt ketkazma. Bo'l tez. Doim bir ish chiqadi, har doim. So'rashsa soliq hujjatlari qani? O'sha ham yo'q. Ol shuni, o'zingga yedirama unda. Og'ayni qanday qilib boshqa sovg'a olib kelish mumkin, ha? Nima bo'ldi aka? Eshrefning oldiga ketayotganding-ku? Bordim. Xo'sh, O'sha qizga duch keldim. qaysi qiz? O'sha qo'shiqchi qiz, Nisan. Xo'sh, Mashinamga o'tirdi. keyinchi? Qiz juda chiroyli ekan. O'zgacha go'zal. Eshrefning mehmonxonasida ishlamasmidi? Ha. Ikkimizni ko'rib qoldi. Darrov rashk qildi. Alloh. Nega? Ular o'rtasida nimadir bormi? Qiz Eshrefni yoqtirmaydi. Kadir, nima deyapsan? Tushunmayapman. Hayotingda shunday qiz bo'lsa, mayin insonni nafas olishga majbur qiladi.
Voy. Nima deyapsan, tushunmayapman. Hech narsa, gapiryapman. E'tibor berma. Bu gaplaring menga yoqmadi. Bu qiz avval ko'rganimda ham qiziq tuyulgandi. Qadirim, men hammasini tushundim. Do'stim, bu narsaga aralashma. Bu ishlar bizni o'zgartiradi. O'zgartirsin, Kenanim. Bir marta bo'lsa ham bizni o'zgartirsin-a. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Qara, Eshrefni atrofi qon bo'ladimi, shu qiz sababli, shuni tushun. Bilaman, Kenan. Xafa bo'lma. Biz ham bir yo'lini topamiz. Istasang ichkariga o'tib, ozroq dam olishing mumkin. Dush qabul qilasanmi yoki ustingni almashtiramizmi? Yo'q, kerak emas. Avval nima qilamiz, shuni aniqlaylik. Nima qilamiz? Shunday qilamiz. Boyagi ayol telefon qilganda Afra bilan ko'rishmoqchiman deysan. Yuzma-yuz. Men seni kuzataman. Nima bo'lsa ham singlingni qutqaramiz. Xavotir olmagin. Qo'ng'iroq qilyapti. Tez ko'tar. Alo, Nima qilding? Bitirdingmi? ertaga bajaraman buni. Lekin avval singlimni ko'rishim kerak. Unga zarar yetmayotganiga ishonch hosil qilay. Ko'rasan. Lekin Eshrefga yoki politsiyaga aytadigan bo'lsang, singlingni faqat o'ligini ko'rasan. Tushundim. Hech kimga hech narsa demayman. Sefo, hamma tayyormi? Ha? Qara, yukni jo'natishga tayyorlan. Bu ish muhim. Obro'yimizni o'rtaga qo'ydik. Hozir gaplashdim. Depoga ketishyapti. Yaxshi. Ota. Nima bo'ldi? Uchrashib keldingizmi? Qizni istashyapti. Ota, menga ozroq vaqt bering. Agar men hal qila olmasam, Eshref sizniki. Yo'q. Kutishga vaqt yo'q. Ham senga ish qolmaydi unda. O'zim bilganimdek hal qilaman bu ishni. Imkoniyatimiz ko'p. Pastki gaplarni aytib bahona qilamiz. Nima bo'lyapti? Chetga oling. Nima bo'ldi, birodar? Orqangizdagi tamponda muammo bor. Tez haydang. Chetga chiqing. Bular politsiyadan emasmi ishqilib? Balki biznikilar bo'lsa kerak. Nima bo'ldi, birodar? Kechasi nima qilyapsiz? Orqangizdan kelayotgandik. Xo'p, Yozuvni o'qidim. xo'sh. Yo'l noto'g'ri, lekin qanday chiroyli deb yozilibdi. Xo'sh. Noto'g'rini juda noto'g'ri yozibsiz. Xatolik yozilgan. Noto'g'ri yozilgan. Noto'g'ri. Tentakmisan, ahmoqmisan, to'xtatib aytish shartmidi? Biroz shunaqa. Yo'qol, daf bo'l. Afandim, odobli bo'ling. Men sizni haqorat qildimmi? Sen ahmoqmisan, ha? Yo'q, unday emasman. Politsiyaga shikoyat qilaman. Menga qara, ketasanmi yo'qmi? Otishga majbur qilma. Nima bo'lyapti?
Kel, gaplashamiz, birodar. Aka, nima qilasiz aka? Ol shuni. Barchasini tozalang. Aka, iltimos o'ldirmang. Gaplashaman deyapman-ku. Xo'p aka, gaplashamiz. Endi to'g'ri yozishni o'rganing. Nima qilyapsan? Hech narsa. Shunchaki tomosha qilayotgandim. Xona ko'p emas. Shu yerda uxlayverasan. Uxlashimga ishonmayapman. Xavotir olma. Xavotir olganingning foydasi yo'q. Uxlashga harakat qil. Harakat qilaman. Ertalab hammasini hal qilamiz. Xavotir olma. Inshaalloh. Xayrli tun, Nisan. Xayrli tun. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Eshref, menimcha u uyga qaytadigan darajada ahmoq qiz emas. Ko'rishni xohladim faqat. Sen bu Nisanni ko'rganingdan beri Ro'yani eslamay qo'yding, Eshref. Nima bo'ldi? Mendan biror narsa yashiryapsanmi? Sendan biror narsa yashirib bo'ladimi? Bilmadim. Seni xayolingda nima bor? Nima yo'q, bilmadim. Eshref, necha yildirki Ro'yani orqasidan qolmading, izlading. Xayoli chalkashgan dedik. Bo'lib turadi dedik. Ammo bu boshqa. Ko'z tegmasin, go'zal qiz. Mayli. Sevib qolish haqida o'ylama ham. Meni eshit. Men sevib qoldimmi? Yo'q. Bizning hayotimizda seviladigan ayol yo'q. Bizning hayotimiz xavfli. Bugun bo'lsang, ertaga yo'qmas. Ertaga qanday ahvolda bo'lamiz noma'lum. To'g'ri. Bizdan boshqa hech kimimiz yo'q, Eshref. Bo'lmaydi ham. Bizning hayotimizda ayolning o'rni boshimizda bordir. Ammo sevib qolish yo'q, Eshref. Chunki sevib qolgan odam zaif bo'ladi. Sevib qolgan odamning qalbi yumshoq bo'ladi. Yumshoq qalbli odamni boshiga otishadi. Bu ham to'g'ri. Sen meni eshitmayapsan, Eshref. To'g'ri. Eshitaman, Faruk. Yaxshi. Eshref akamni eng ko'p ranjitgan narsa hech kim uni tushunmasligi edi. Go'yo hamma bilan boshqa tilda gaplashayotgandek his qilardi. Eng yaqin do'stlarining so'zlari yuragini tilka pora qilardi. Uni eng ko'p g'azablantirgan narsa esa Gurdal akamning haq bo'lish ehtimoli bor edi. Nisan hayotiga kirganidan beri u Ro'yani kamroq o'ylaydigan bo'ldi. Eshref aka Nisanni sevib qolsa,
o'zini kechira olmas edi. Qisqasi, Ruyaning oldidagi eng katta to'siq yana Ruyaning o'zi edi. Otam ishni to'g'ridan to'g'ri hal qilishga ketdi. Oxiri bixayr bo'lsin. Ko'ramiz. Butun Istanbul kim ekanimizni bilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, Kadir? Nega chaqirding? Avval o'tirib oling, gaplashadigan gap bor. Olinglar. Yoqimli ishtaha. Kelishdimi? Keldi. Hozir hal qilamiz. Rahmat birodar. Yoqimli ishtaha. Og'alar, bu gap men uchun og'ir. Hammamiz aka-ukamiz, bilaman. Lekin Eshrefni o'z boshimchaliklari hammani xarob qilmoqda. Hech narsa qilmaymiz, Qadir. Eshrefning ham gaplari to'g'ri. Yoqtirgan odamni o'ldiradi. A'zosini kesadi, to'g'rimi, Sungur? Bu gapda haqsan. Biroz haddidan oshgan. Lekin sabablarini eshitdik. Sen esa tushunmayapsan. Men aytmoqchimanki, bu urush yana ham kattalashmasdan, hammamizni o'ldirishmasdan oldin biror yo'l topaylik. Masalan, Eshrefni chetlatamiz. Yetimlardan haydaymiz. Alloh. Boshqa ilojimiz yo'q. Yakub otaga aytamiz, ovoz beramiz. Jamil aka Eshref tarafida bo'ladi. Lekin biz 3 kishimiz. 3 ga 2. Eshref ketadi, o'rniga boshqasi keladi. Kadir. Birodar, sen nima deyapsan? Shunchalik osonmi, Qadir? Shunchalik osonmi? Nima qilaylik? O'lib ketaylikmi? Hammani o'ldirishsinmi? O'ldirsinlar. O'limdan kim qo'rqyapti, Kadir? Unda ishimiz, kuchimiz nima bo'ladi? Ishlarni bu darajaga yetishiga arziydimi? Aytganlaring yaxshi emas, Qadir. Ammo bizga to'g'ri kelmaydi. O'zlaring bilasizlar. Men taklifimni aytdim. Og'a, eshikda ham, hovlida ham hech kim yo'q. Demak, hali uyg'onishmagan. Ichkariga kiringlar. Tekshiring. Yaxshilab tekshiringlar. Faqatgina asmedia.net saytida.
Og'a, hech kim yo'q. Shu yerda degan eding-ku. Kecha shu yerda edi. Ertalab ham chiqmagan. Eshref bu yerda og'a. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib, ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Voy meni bobom, voy meni ko'zimni nuri. Seni joningni olishga keldim, Eshref. Xush kelibsiz, Nusrat og'a. O'tiring. O'tirmayman. Bir do'stimizga bir o'q uzib ketamiz xolos. O'tir dedim senga. Aks holda natijaga men javobgar emasman. Nima bo'lar ekan? Birozdan so'ng telefoning jiringlaydi. Allah Allah. Kim qo'ng'iroq qiladi? Bugun ko'p narsangdan ayrilding, Nusrat og'a. Yomon xabarlar berishadi. Ajali kelgan. Odamlarni gaplari ko'p eshitdim, lekin biror natija ko'rmadim. Ko'tar, ko'tar. Alo. Nima? Qanday qilib? Ko'rsataymi? Qara. Nima qilding sen? Men hech narsa qilmadim. Sen qilding. Yetimlarni mensimading. Siz urug' bo'lgansiz, biz esa yetimlar. Biz dunyodagi eng katta oilamiz. Har yerda bormiz. Agar yetimlarga teginsang, jazosini olasan. Senin narkotik omborlaring. Pullaring. Odamlaring hammasi bir zumda yo'q bo'lib ketadi. Nusrat og'a. Bu hali hammasi emas. Agar hammasidan ayrilmoqchi bo'lsang, hozir boshimga o'q uzaver. Lekin bilib qo'y. Sendan, oilangdan, butun urug'ingdan na biror kishi, na bir tiyin puling ham qolmaydi.
yetimning intiqomi achchiq bo'ladi. Yo hozir boshimga otasan, yo bu yerdan ketasan. Seni o'ldiradigan kunimgacha hayotdan zavq ol, Nusret og'a. Tanlov o'zingda. Bu ish bu yerda tugamaydi. Bu yerda tugamaydi. Eshref. Yuklarning hammasini bittalab qaytarib berasan. Menimcha ham tugamaydi. Menimcha ham tugamaydi. Nusret og'a, menga u qizni olib kelasan. Keyin mollaringni olasan. Bu orada bir jo'natma tayyorlabsan. Uni ham oldim. Muhim ish ko'rinadi. Agar 1 soat ichida u qizni olib kelmasang, jo'natmang ham kul bo'ladi. Hamkorlaring ham senga yopishadi. Bu esa urug'ingga yaxshi ta'sir qilmaydi. Qara. Meni otam, ko'zimni nuri. Sen kimga ro'para kelganingni bilmayapsan. Biz juda ko'p odammiz. Bizga bardosh bera olmaysan. Demak, siz hammangiz Eshref tek. O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Ota, o'ldimi Eshref? Ne'mat, endi meni yaxshilab tingla. U qizni darhol qo'yib yuborasan. Nima bo'ldi? Nima desam shuni qil. U qizni Eshrefni mehmonxonasiga yubor. Qayerdasan? Agar siz qilmasangiz men qilaman. Eshref o'lmasa bizga tinchlik yo'q. Uxlamadingmi deyman? Uxlay olmadim. Telefon ham qilishmadi. Alo. Yuborgan joyimga kel. Zudlik bilan. Yolg'iz. Yaxshi, hozir chiqaman. Chaqirishdi. Xo'p, hozir tayyorlanaman. Shoshil. Men aytganimni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Men aqlimni yemadim hali, Kadir. Tushunmayapsizlar. Hammamiz o'qlar yomg'irda qolamiz. Hammamiz. Ehtiyot bo'ling. Sadiq aka, Singur, yaxshimisan? Ha, yaxshimiz. Bular kim edi? Kim bo'lardi? Nusretning odamlari. Aytmadimmi sizga? Bugun hammamiz o'lib ketardik. Aytmadimmi sizlarga? Qani ketdik. Eshitaman. Ukam, sen tentakmisan? Shunday otadimi? Og'a, realroq bo'lsin dedik-da. Oz qolganda hammamiz o'lib ketardik. Nima bo'lsa ham baribir yaxshi ishlashdi. Sog' bo'lishsin. Eyvalloh, eyvalloh aka. Kenan,
Ayt, bir muddat ko'rinmay turishsin. Bo'ldi, gaplashaman, o'ylamang. Xo'p, gaplashaman. Yaxshi. Chapdagi ko'chada 50 metr oldiroqda ekan. Unda men seni shu yerda kutaman. Sen shu yerda tushib, piyoda borasan. Yolg'iz kelgan deb o'ylashsin. Xo'pmi? Men ortingdan kuzatib boraman. Xo'p, boshqalar ham keladimi? Keladi, xavotir olma. Xo'p. Asilmedia.net taqdim etadi. Yursang-chi. Mashinani chetga ol. Politsiya. Kechirasiz, mudirim. Yangi TV ilovasi. Eng so'nggi filmlar Voy, la'nat bo'g'ir. Singlim yaxshimi? Ha, keldi. Yaxshi. Topdim. Ha, seni shu ishingni ham. Atif, boshimiz baloda. Nisani singlisini Numet o'g'irlab ketgan. Ashrafni o'ldirmasang, qizni o'ldiraman deyapti. Darhol yordam berishing kerak. Zudlik bilan yordam berishing kerak. Izini yo'qotdim. Afrani topishimiz kerak. Nisani telefon signalini aniqlay olasam, iloji bormi? Biror narsa qilsang-chi, juda ham tez kerak, juda ham. La'nat bo'lsin. Telefonga teginma. Yaxshi. Bo'ldi, iltimos qilaman. Iltimos singlimni qo'yib yubor. Jim. Hali u tirik ko'rmayapsanmi? Haliyam. Ashrafni chaqir, darrov kelsin. Shu bilan qilasanmi?
Mana shu qum soatni aylantirsak, senga berilgan imkonim ishlay boshlaydi. Qum donalari kabi yashaydi, daqiqa va soniyalar kabi. Qum tugasa, agar Eshref hali tirik bo'lsa, singling ham o'ladi. Sen tentakmisan? Qanday qilib qilaman buni? Senga aytdim-ku. Nisan, bilasanmi buni? Menga Izzat akam sovg'a qilganda. Eshrefni chaqir, darrov. Chaqir deyapman. Uning o'lganini ko'rmasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Bunday qilmanglar. Afra bo'ldi. Bo'ldi singiljon. Bo'ldi. Qo'rqma, bo'ldi. Telefon qilyapman. Unday qilmang. Hozir telefon qilaman. Hozir. Eshref, darrov uchrashimiz kerak. Nisan, qayerdasan? Iltimos, meni qutqar. Nemetni odamlar orqamdan quvshyapti. Iltimos qilaman. Qayerdasan? Parkdaman. Avval uchrashgan o'sha parkdaman. Iltimos, o'sha yerga kel, iltimos. Bo'ldi, ketyapman. Shoshil. Alo, Atif, haliyam topamadingmi? Qizni o'ldirishadi-ku, Atif. Seni o'sha la'nati ishingga ham tupurdim, xo'pmi? Tezlash. Tezroq deyapman senga, tezroq. Ha, keldi. Yaxshi. Topdim. Ha, seni shu ishingni ham. Menga qara, vaqt tugayapti. Aqlli bo'l, umuman xato qila ko'rma. Nisan? Yaxshimisan? Qani qizim, bo'la qol. Pichoqni taq. Yaxshimisan, Nisan, nima bo'ldi? Singlingga nimadir qilishdimi? Singlimni o'ldirishmoqchi. O'sha ayol. Hozir bizni kuzatyapti. Singlimni bog'lab qo'yishgan. Agar seni o'ldirmasam, uni o'ldiramiz deyishdi. Eshref, singlimsiz yashay olmayman. U meni hamma narsam. Eshref, shu pichoqni berishdi menga. Seni o'ldirishim uchun. Nisan, nima qilyapsan, ahmoq qiz? Vaqtimiz oz qolgan.
Aytganini qil. Nima? Aytganini qil. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini yangi TV ilovasida tomosha qiling. Sanchi. Nima deyapsan, Eshraf? Nisan, nima desam shuni qil. Nima degan bo'lsa qil. Pichoqni sanch. Mana shu yerga, singling uchun. Qilolmayman. Mana shu yerga ko'rsatgan joyimga. Qilolmayman. Nisan, singling uchun majbursan buni qilishga. Qani? Nisan, Eshraf o'lib qolsang-chi? bu meni muammoyim. Sanch bo'l. Nisan, singling uchun buni qilishing kerak. Mana shu yerga. Qani? Nisan, qani bo'l. Tezroq qilsang-chi. Koshki hech kimni o'ldirmasa. Koshki. Masalan, men hech kimni o'ldira olmayman. Katta gapirma. Vaqti keladi. Hadi. Sanch, Nisan qani? Eshraf akam bir lahzaga butun azoblari tugaganini o'yladi. Qorniga olgan zarbaning issiqligi butun vujudiga tinchlik olib kirayotgandek edi. Oxirgi bor Nisaning ko'zlariga qaradi. Bir lahzaga qarshisidagi ro'yadek ko'rindi. Va bu haqiqat edi. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring.